Demak, gapda ajratilgan bo'lak degan bitta narsa qatnashadi. Bu milliy sertifikat testlarida juda ham ko'p savol bo'lib tushadi. Ajratilgan bo'lak degani nima degani yozamiz. O'zidan oldingi bo'lakning o'zidan oldingi bo'lakning ma'nosini izohlash, aniqlash, o'zidan oldingi bo'lakning ma'nosini izohlash, aniqlash uchun hosil qilinuvchi bo'lak. Ajratilgan bo'lak qachon paydo bo'ladi gapda? Gapda ajratilgan bo'lak shunday paydo bo'ladiki, bizga gapdagi birorta gap bo'lagi, ya'ni ega yoki kesim yoki aniqlovchi yoki to'ldiruvchi yoki holning ma'nosi bizga noaniq bo'lgan paytda xuddi o'sha bilan bir xil bo'lgan yana bitta bo'lak orqali uni aniqlab, izohlab ketamiz, ya'ni yonimizdagilarga tushuntirib ketamiz. Natijada ajratilgan bo'lak paydo bo'ladi. Tushunasizmi? Masalan, kecha menga Sarvinoz telefon qildi desam, siz o'ylanyapsiz, domlaga Sarvinoz telefon qilsa, qaysi Sarvinoz ekan, kim ekan u, nimaga bizga aytyapti bu Sarvinoz telefon qildi deyotganingizda, ikki tomondan virgul yoki tire yoki ba'zida qavs ochasizda, uchalasidan bittasi. Tushunarli? Yo virgul, yo tire, yo qavs. Lekin bittasi bo'lishi shart. Eng ko'p virgul bilan tire ishlatiladi. Qavs kamdan kam holatda ishlatiladi. Qo'yasizda Sarvinozni aniqlab ketaman. Kecha menga Sarvinoz, ya'ni mushtarining opasi. Siz ham mushtariyning opasi tanish ekan domla deyapsiz-da. Sarvinoz, ya'ni mushtarining opasi telefon qildi. Shuning uchun sizlarga gapiryapman. Ya'ni Sarvinoz sizni sizlar ham taniysizlar deb Sarvinoz bu yerda ya'ni so'zini ishlatsangiz ham bo'ladi yoki o'zingiz xayolingizda ya'ni deb izohlab olsangiz ham bo'ladi. Sarvinoz esa keldi desangiz o'sha gap. Sarvinoz ya'ni deyapman. Qaysi gap bo'lagi? Ega. Tushundingizmi? Qaysi gap bo'lagi ajratilgan desa, ega ajratilgan deysiz. Mana shunaqa qilib bitta bo'lakning ma'nosi bizga noma'lum bo'lgan paytda o'shani yana bitta kopiyasi, izohini aytish orqali uni izohlab ketamiz. Natijada ajratilgan bo'lak degan narsa paydo bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam, men kecha poytaxtga bordim desam, sizlar o'ylanyapsizlar. Qayerga bordi ekan domla, poytaxt qayerga deb turgan paytingizda Toshkent deb izohlab ketaman. Men kecha Toshkentga bordim deyman. Mana shu Toshkentga so'zi ajratilgan. Qaysi gap bilan ajratilyapti endi? Hol ajratilyapti. Mana shunaqa Toshkentga, ya'ni poytaxtga, ya'ni Toshkentga. Va xuddi shunaqa qilib ajratilgan bo'lak hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Ha, keyin ham qo'yiladi. Ajratilgan bo'lakni oldida ham orqasida ham virgul bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam yana aytishimiz mumkin. Xohlasangiz bitta so'z orqali izohlang, xohlasangiz ikkita so'z, xohlasangiz uchta so'z. Masalan, men Afrikaga yerning janubiga ketaman. Qayerga ketasiz? Afrikaga, ya'ni yerning janubi. Qaysi gap bo'lagi ajratilyapti? Xo'p, mana o'zidan oldingi bo'lak qaysi gap bo'lagi bo'lsa, bu ham xuddi o'sha bo'ladi. Mana yerningga qarab turib, qayerning aniqlovchi chizib qo'ymang. Bu ikkita so'z bo'lsa ham, uchta so'z bo'lsa ham, to'rtta so'z bo'lsa ham hammasi bittaga yuradi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasa mana men Zilolani guruhimizning eng aqlli o'quvchisini hurmat qilaman desam, qani ajratilgan bo'lak? Guruhimizning eng aqlli o'quvchisi to'lig'icha nima bo'ladi? Ajratilgan bo'lak bo'ladi. To'ldiruvchi ajratilayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? Men mehribonimga, onamga sovg'alar oldim. Mehriboningizga, ya'ni onangizga. Tushundingizmi? Biz kun chiqqan mamlakatga bordik. Biz kun chiqqan mamlakatga
ya'ni Yaponiyaga bordik deysiz. Ana o'sha joyda nima paydo bo'ladi? Ajratilgan bo'lak paydo bo'ladi. Demak, ajratilgan bo'lak o'zidan oldingi bo'lakdan keyin kelgani bo'ladi. Xohlagan gap bo'lagini ega kelsa orqali so'dirish holda ajratishingiz mumkin. Birinchisi qaysi gap bo'lagi bo'lsa, ikkinchisi ham o'sha bo'ladi. Ikki tomonda virgul bo'lishi kerak. Agar ikki tomonda virgul bo'lmasa, uch bo'lak bo'lib qoladi. Ya'ni men poytaxtga, Toshkentga bordim desangiz, poytaxtga alohida borgansiz, Toshkentga alohida borgansiz. Ikkalasi ikkita joy. Ajratilgan bo'lakda mana birinchisi nima balo bo'lsa, ikkinchisi ham xuddi o'sha bo'ladi. Ya'ni poytaxt bilan Toshkent bitta joy. Endi men poytaxtga, Samarqandga bordim desangiz, poytaxt alohida Samarqandga. Unda u uch bo'lak bo'lib qoladi-da, unda ikki tomonda virgul bo'lmaydi. Tushundingizmi? Hadicha ikkinchi partiyada devorga yonboshlab o'tirgan o'quvchi bugun yaxshi vazifa qilmabdi. O'sha ikkinchi partiyada devorga yonboshlab o'tirgan o'quvchi to'lig'icha nima bo'ladi? Ajratilgan bo'lak bo'ladi. Qaysi gap bo'lak ajratilgan? Ega ajratilgan deysiz. Ya'ni yozsalangan bo'laveradi. Yo'q, ya'nidan keyin virgul qo'ymaysiz. Tushundingizmi? Ya'ni bo'lsa virgul qo'yish shart emas. Ya'ni bo'lmasa virgul qo'yasiz, ha? Yo'q, qo'ymaysiz deyapman-ku virgul. Ya'ni bo'lsa virgul bo'lmaydi. Ya'ni bo'lsa virgul bo'ladi. Hop, misol aytaylikchi. Ajratilgan bo'lakka misol aytinglarchi. Misol aytchi, hurmatli ekanlar. The Bluetooth device is ready to pair. To'g'ri. Hatto kanni ham gapirib aytinglar. Mukarram uzun ko'ygan qiz tashqariga chiqib keldi. Hop, yana. Yo'q, siz o'qishga Registonga borgansiz-da, o'qish bilan Registon bitta joy emas-ku. Bitta joy bo'lishi kerak. Masalan, men Sardobaga, Megapolisga bordim desangiz, ikkalasi ikkita joy bo'lib qoladi-da. Bu ikkalasi bitta joy bo'lishi kerak. Masalan, men shahar markaziga, Sardobaga bordim. Shahar markazi bilan Sardoba bitta joy bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Aytyapman, ikkalasi bitta narsa bo'lishi kerak. Masalan, Mukarram bilan uzun ko'ylak kiygan qiz bitta qiz-ku. To'g'rimi? Bitta narsani ikkita nomini ishlatishingiz mumkin. Laqabini, ismini, sharafini yoki nimadir tasviriy ifodasini, masalan, O'rmon qiroli she'rni yaxshi ko'raman. O'rmon qiroli bilan she'r bitta narsami? Mana tasviriy ifoda orqali, nimadir orqali berishingiz kerak. Tushundingizmi? Dilzoda guruhimizning eng uzoqdan kelib o'qiydigan o'quvchisi, ko'p dars qoldiradi deysiz. Tushundingizmi? Ruxshona kelmabdi-yu bugun. Ya ketib bordilarmi ham? Tushunasizmi? Aytinglarchi misol. Mana, buvisinikiga, oyisinikiga o'qiladi. Izohlayapti. Buvisiniki bilan oyisi bitta odamda chunki. Tushunasizmi? Odam bo'lsa, narsa bo'lsa, o'rin joy bo'lsa bitta tushunchani ifodalash kerak.